Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Biz aldınqı dərsdə, birinci dərsdə sağlam aqidini tunuşturub ötdük. Şundaqla sağlam aqidinin əhmiyetini bayan qıldıq. Bu saatlik dərsdə bolsa, sağlam aqidini qaysı mənbələrdən qəbul qılımız və bunun dəlilləri qaysılar? Muşu haqda toxtalımız. Bu mənbələr və onun dəlillərini bayan qilishdən burun şundaq bir qat'i şər'i haqiqatni ta'kidlab o'tmoqchiman. U bo'lsa-mu sağlam aqida, ya'ni tavhid aqidasi bir fitri, ya'ni insonning tug'ma tabiatida bor bo'lgan bir aqidadir. Buning ma'nosi, ya'ni inson bolalarining har birida tug'ma tabiatida mushu sağlam aqidani qabul qiladigan bir ong bor. Alloh taolo shu tabiat bilan yaratgan. Alloh taolo insonni sağlam aqidani qabul qiladigan tabiat yaratgan. Alloh taolo insonni yaratgandan tortib, insonni zaminda paydo qilgandan tortib, insonning ko'nglida mushu aqida bor. Ya'ni inson tabiatidan Alloh taoloni tunuydigan, Allohni yolg'iz yegona deb e'tiqod qiladigan, qiyinchilik vaqtda Alloh taolo tarafga qaytadigan, Allohni yaxshi ko'radigan bir tug'ma ong bor. Va inson haqiqatni qabul qiladigan va tanlay oladigan bir salohiyatga ega. Buning dalillaridan biri Alloh taolo shundoq deydi: "Batil dinlardan burilib, islom diniga yuzlangan. Allohning diniga ergashganki, Allah insonlarni shu din bilan yaratgan. Allah insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganini o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir, lekin insonlarning to'lisi bilmaydi." Bu oyatdagi to'g'ri dinni salaf solihlar bo'lsa, islom va islomning rukunlaridir, asoslaridir deb tafsir qilgan. Fitrat, ya'ni tug'ma tabiat, tug'ma ong degan Alloh taolo insonlarni shuning ustiga yaratgan, haq dinni, haqiqatni qabul qilish uchun tayyor turadigan ravruz tug'ma tabiat. Hamda hadisdan bo'lgan dalilimiz Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan tuvandagi hadisdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Har qanday bir farzand, har qanday bir bovoq tug'ma tabiat ustida tug'iladi. Dadisi, apsi uni yoki Yahudi qiladi, yoki Nasrani qiladi, yoki uni Majusi qiladi." Xuddi chaharpaylarning, ya'ni hayvonotlarning misoliga o'xshaydiki, bu hayvonotlar o'ziga o'xshash hayvonotlarni tug'di. Ularning ichida put-qo'llari kesilib ketgan, put-qo'llari yo'q bundaq hayvonotlarni ko'ramsa, Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu hadisni so'zlab bo'lgandan keyin Alloh taolo insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir, lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi degan bu oyatni o'qidi. Imom Muslim yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan tuvandagi ikki hadisni rivoyat qilgan. Birinchisi, qandaq bir bovoq tug'ildi ekan, u millat ustiga tug'iladi. Ikkinchisi, qandaq bir bovoq tug'ildi ekan, u mushu millat ustiga tug'iladi, hatto uning tili uni bayon qilib berdi. Qaraydigan bo'lsak, bu ikki sahih hadis tug'ma tabiatning, fitratning islom dini ekanligini bayon qilgan. Ayad ibn Himar al-Mujashi radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni xutba so'zlab o'tib, xutbada mundaq dedi: Alloh taolo shundoq deydi, ya'ni hadis qudusi. Hadis qudusida Alloh taolo shundoq degan: "Men bandilarimni hammani hanifdan yaratdim", ya'ni batil dinlardan islom diniga mayil bo'ladigan, batil dinlardan yuz o'rib islom diniga mayil bo'ladigan mushu fitratda mushu dinni yaratdim. Ondan cho'qim ularga shaytonlar kelib, ularni dindan, ya'ni to'g'ri dindan ularni ozdirdi va shaytonlar insonlarga men halol qilgan narsani harom qiladi. Va insonlarga u shaytonlar men uning qarta, ular qarta dalil, pakit, hujjat nozil qilmagan narsalarni menga shirik keltirishga buyuruydi. Buni Muslim rivoyat qilgan hadis. Demak, Alloh taolo insonlarni batil dinlardan burilib, islom diniga yuzlanadigan mushu din ustida yaratgan. Endi darsimizning asos mazmuniga kelsak, sog'lom aqidani qaysi manbalardan qabul qilamiz deganda, birinchi manba albatta Qur'on Karim.
Qur'on Karim bo'lsa, Alloh taolo o'zining bandisi va elchisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilgan Allohning kalomidir. Alloh taolo Qur'on haqida mundaq degan: "Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Ya'ni ishonchlik farishta bo'lgan Jibril alayhissalom Qur'on Karimni Allohning huzuridan sening qalbingga, sening ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun elib tushdi. Qur'on Karim hujjatdir va sog'lom aqidamizni Qur'on Karimdan elishimiz farzdir. Chunki Alloh taolo bizni Qur'on Karimga ergashishga buyurdi va uningdan boshqa narsalarga ergashishdan chekladi. Alloh taolo shunday deydi: "Ittabi'u ma unzila ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun." Sizlar Alloh taolo tarafdan, ya'ni Rabbinglar tarafdan sizlarga nozil qilingan oyatlarga, ya'ni Qur'on Karimga ergashinglar. Uningdan boshqa narsalarga ergashmanglar. Qur'ondagi oyatlarning hammasi haqiqatdir, haqdir va rostdir. Alloh taolo shunday degan: "Zalika bi annalloha nazzalal kitaba bil haqqi va innal ladzina ixtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id." Bu shuning uchunki Alloh haqiqatan haq kitobni nozil qildi. Kitob to'g'risida ixtilof qiluvchilar cho'nqur nizodidir. Va yana Alloh taolaning tuvandagi oyatlari yana buning dalolat qildi. Qul sadaqalloh, aytqinki Alloh rost aytadi. Va man asdaqu minallohi hadisa va man asdaqu minallohi qila. Allohdan rostchil so'z jihatda Allohdan rost gap qiladigan kim bor? Shundaqla Alloh taolo Qur'on Karimni boshqalarning Qur'on Karimga chaqchaq qilib, uni o'zgartishidan, oyatlarni burmilishidan uni Alloh saqlab qoldi. Alloh taolo shunday deganki: "Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Jazman biz Qur'on Karim nozil qildik va biz jazman cho'qim uni muhofazat qilamiz, qo'g'daymiz. Yana Qur'on Karimning aqidamizni oladigan manba bo'lishining sababi Qur'ondagi hukmlar tafsili bayon qilingan. Bu vaqtda Alloh taolo shunday degan: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytqinki, Alloh sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilg'uchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasoralarning o'limolari uning, ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmi shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in." Qur'on Karim yana haq bilan botilni ayirg'uvchi furqondir. Alloh taolo bu vaqtda shunday deydi: "Tabarakallazi nazzalal furqona ala abdihi liyakuna lil alamin nazira." Olamlarga ogohlantiruvchi bo'lish uchun bandisiga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga haq bilan botilni ayiradigan furqonni nozil qilgan Alloh ulug'dir. Alloh buyukdir. Furqon u Qur'on. Ya'ni bu oyatdagi Furqon Qur'on. Chunki Alloh taolo shu Qur'on Karim bilan haqiqat bilan botilni o'ttirsini ayirgan. Alloh buyukdir. Bu oyat karimidagi Furqon Qur'on Karim. Chunki Alloh taolo Qur'on Karim bilan haqiqat bilan botilning o'ttirsini ayirdi. Yana shundaqla Alloh taolo bizlarni talash-tortish va ixtiloflarda Qur'on Karimga qaytib, Qur'on Karimga hukm qildirishga buyurgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Agar sizlar biror ishda talash-tortish qilib qolsanglar, uni Allohga va Allohning payg'ambariga qaytaringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan bo'lsanglar." Yana Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlar qanday bir ishda ixtiloflashib qolsanglar, talash-tortish qilib qolsanglar, uning hukmi Allohgadir." Ya'ni talash-tortish va ixtilofda Qur'on Karimga qaytinglar. Va yana Qur'on Karim haqiqat bilan botilning o'ttirisini keskin ayiruvchi so'z. Qur'on Karim yolg'on, yovdoq so'zlardan va o'yinchoqchoq bundaq so'zlardan jiroqda, xuddi Alloh taolo aytgandek: "Innahu laqawlun fasl va ma huwa bil hazl." U Qur'on cho'qim haq bilan botilni ayiruvchi so'zdir. U hazil, o'yin kulki chaqchaq bundaq so'z emasdir. Ya'ni u Qur'on behud so'z emasdir. Sağlam aqidani qabul qilishdagi ikkinchi manba bo'lsa, sahih bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sahih sanad bilan, sahih isnod bilan rivoyat qilingan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlari, sharkatlari yoki taqrirlari.
Taqrirlari deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida boshqa sahobalar qilgan ishlar bo'lib qolsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni muqarrarlashtirgan bo'lsa, inkor qilmagan bo'lsa, mushuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning taqrir sunnatlari deymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlarining sog'lom aqida qabul qilinishdiki hujjat manba ekanligidimi yana nurg'ulg'an dalillar bor. Bu dalillardan Alloh taolo shundoq degan: "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Payg'ambar sizlarga qanday bir narsa olib kelgan bo'lsa, sizlar uni tutinglar. Shuni elanglar va qanday narsalardan sizlarni cheklagan bo'lsa, to'sqan bo'lsa, uningdan sizlar yeninglar. Bunun dalillerinden yana Allah Teala'nın tövendeki sözdür. Allah Teala şundaq deydi: "Sizler Allah'a ve Allah'ın peygamberine itaat kılınlar eğer sizler mümin bolsanglar." Allah Teala bu vaqt yana Sure Nahl'nin 44. ayetida mundaq degan: "Biz sen Kur'an'ni insanlarga düşürülgen şeriatni bayan qılıp bersun, ular bu Kur'an'ni fikir qılsun, onundan vaz nasihat alsun deb nazil qıldık." Yani Abu Rafi radıyallahu anhudan rivayet qılınan hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degan ki, "Men şundaq bir kişini tunumayman. Yani o kişiге mening buyruqlarimdan bir buyruq kelsa, yoki bir ishga buyurgan bo'lsam, yoki bir ishdan cheklagan bo'lsam, shundaq bir buyruqim kelsa, ondan u kishi bu nima? Biz buni bilmaymiz. Bizga Allohning kitobi va Allohning kitobi bizga yetarlik. Va bu söz, bu gap Allohning kitobida yo'q-ku degan bo'lsa, men bundaq kishini tunumayman." Bunun dalillerinden yana Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi radıyallahu anhu rivayet qilib shundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq degan: "Ogoh bo'linglarki, men jazman kitob berildim. Ya'ni Qur'on berildim va Qur'onning o'qishi berildim. Ya'ni sunnat berildim. Ogoh bo'linglarki, jazman men Qur'on va Qur'onning o'qishini berildim." Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aribad ibn Sariye radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste mundaq degan: "Fa'alaykum bi sunnati ve sunnatil khulafa'ir raşidinel mahdiyyin min ba'di tamassaku biha ve addu alayha bin nawajiz." Yani sizler mening sünnetimni çiң tutinglar, sünnetimga çiң eslinglar ve mendin keyin qiladigan to'g'ri yo'lga boshlaydigan to'g'ri yo'ldagi xalifalarimning sunnatiga çiң eslinglar, çiң tutinglar. Ve sizler bu sünnetlerge mustahkem bulunlar, mustahkem tutunlar ve bu sünnetlerini ezik tişinlar bilen tişlanlar. Sünnetinin hüccet ikenlikide ittifak kilingen. Bu vaqtda İmam Şafii rahimahullah şundaq degan: "Sahabelerden, tabiilardan her qandığıga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin haberlerden bir haber yetse, yani hadis yetse, o xabarni qabul qilib, shu to'xtaydiganligini va shuni sunnat deb isbotlaydiganligini bilma. Yana bir dalil ijmo. Ijmoning to'g'riligining, sahihligining dalili Alloh taolaning buni so'zidir. Kimga hidoyat oshkor bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarash chiqadi ekan va mu'minlardan boshqalarning yo'liga ergashidi ekan, biz uni o'z oliga tashlab qo'yamiz va uni do'zaxga tashlaymiz. Do'zax nima degan yomon joy. Bu vaqt payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana shundoq degan: "Haqiqatan Alloh taolo mening ummatimni yoki Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatini ozg'unlik ustida jamlamaydi. Alloh taoloning qo'li jamoat bilan birgidir." Demak, sog'lom aqidani qabul qilgan manbalar Qur'on Karim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlari va ummatning ijmosidir. Endi yana bir nuqta aql. Aql aqidadagi Allohning yolg'iz yeganiligini, Alloh taolaning har narsaga qodir ekanligini, yaratquchi ekanligini va yana yolg'iz yegani ibodatga loyiq bo'lgan zot ekanligini bilishga qodir bo'la olish mumkin. Ammo aqidaningki tafsiliy masalalarini chuqur Qur'on Karim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlaridan qabul qilishimiz kerak. Yana bir nuqta, agar aql bilan Qur'on Karim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlaridagi dalillar zid kelib qolgan vaqtida chuqur Qur'on va sahih sunnatdagi dalilni aqlning oldiga qo'yishimiz kerak. Chunki naql, ya'ni Qur'on va sahih sunnatning dalillari sabit, o'zgarmaydi. Aql bo'lsa o'zgarib turadi va naql, ya'ni Qur'on va sunnat xatolikdan xoli, sahih sunnat xatolikdan xoli, aql bo'lsa xatolikdan xoli emas va hammani bilib olmaydi.